Assalomu alaykum do'stlar. Kutman kech. Ertaga 14 fevral. Iki qo'za bir hafta bo'ldi. Bir hafta bir juma bo'ldi. O'sha qancha rasxod ketdi. Qancha jim, qancha press ketdi. O'shalar to'g'risi, o'shalar bo'yicha ertaga ma'lumot beramiz. Shu kanaldan ko'rsangiz bo'ladi. Qo'zlar qanchalik o'zgardi bir haftada, qancha jim yedi, qancha press ketdi, shular to'g'risida ma'lumot beramiz. Qo'zi baqsa bo'lovi bo'lmaydi, o'shalar bo'yicha dag'i aytib beramiz, aytib turamiz.